Bu qitim darsda biz Photoshop'ning kishini hayajon soladigan ba'zi xatlarlar to'g'ri tushuncha hosil qilamiz. Agar sizning kiyim-kechigingiz nihoyat ko'p bo'lsa yoki siz kiyim-kechak savdogari to'rda yoki boshqa tashviqotlarda o'zingizningki kiyim-kechagini tashviq qilishni ko'proq asos qilgan bo'lsangiz, bu qitimliq darsni cho'qim yaxshi anglashingiz kerak. Chunki Photoshop sizga nurg'un masalalarni hal qilib bera oladi. Ammo yana bir rasm turibdi. Bu rasmning ichida men kiyimni maykini ayirib olgan. Bu keyindalikdan ayrim olib turgan holatda men shu shaklni o'zgartmoqchi. Masalan, men buning qo'llarini bir oldiga, bir keyinga bo'lgan shaklga akirmoqchi. Ham buni qanday akirmay degan chog'da Photoshopning bir ixtiyori bor. U bo'lsa tizimlik stolning ichidan tahrirning ichidan shakl o'zgarishini kontrol qilish degan knopkani chekib bo'ldi. Buning tez ijro qilish belgisi yo'q, lekin siz buni o'zingiz bekitib olsangiz bo'laveradi. Hamda biz menga kelgan chog'da hozir qarasangiz to'r holat kelibdi. Bu nima degan chog'da buni Maya yoki Sandimax deganga o'xshash o'lchamlik detallar, yumshoq detallarni ishlatganlar biladi. Bu poligon holati. Bu ko'p qirliq holat, bu jismlarni harakatlantirish yoki siz uchun intayin muhim bo'lgan holat. Ham biz buni chiqim cho'nqurlab tushunishning hojati yo'q, faqat biz buni ahamiyat nima degan chog'da bizga foydali harakatlanishga moslashish fasli bo'ldi. Hamda hozir diqqat qilsangiz bo'ldi, mousening ko'rsatgan holati hozir bir qalpoqliq mixning shakliga o'xshab qolibdi. Ham bu nima degan chog'da biz muqimlashtirish, harakatlanish ishlatadigan narsa. Uning ustiga qarasak, buning andisining ichida undan keyin qattiq, undan boshqa normal, undan keyin agri-bugri degandekcha. Undan boshqa men qarasak, buning quyuqligi degan chog'da agar siz mayada to'rni ko'rsatishmagan bo'lsangiz, buni bilmaymiz. Men hozir buni qaytadan chekitay, to'g'ri oldi kelgandan keyin men normal holatda ozroq nuqta deganga qilasam, diqqat qilsangiz bo'ldi, bu to'rniki shalanglash qolganini ko'rasiz. Undan keyin buningdan ko'proq nuqta degani qarasangiz, bu hozir ijir-mijir bo'lib, xuddi beliqning to'rdek intayin mijir bo'lib ketdi. Undan boshqa men buni normal olib qo'yib turay, yana qarasangiz buni kengaytirishni odatda 2 piksel olib turibdi. Buni o'ng so'lga sursak bo'ldi, o'ngga sursak buningki doirasining kengayayotganligini. Ya'ni bu nima degan chog'da bizga ta'sir qilgan doirningki kengayayotganligini ifodalaydi. Undan keyin agar siz inchik holatda to'xtamoqchi bo'lsangiz, buni shu odatdagi sukutga olib qo'ysangiz bo'ldi. Men hozir buni qaytadan 2 dunyo eklab. Agar buni texnik kichiklatsak, bu shakl o'zgarib ketadi. Hozir men to'rni ko'rsatgan cheksak, bundan boshqa menda qalpoqliq mixningki cho'nqurligi deydi. Biz bu yerda hozir kulranglar turib ishlatmaymiz. Biz buni shu mixni urib bo'lgandan keyin andik ishlatamiz. Buni hamda siz diqqat qilsangiz bo'ldi, men hozir vaqtincha men bu yerdagi to'rni yo'q deb turay. Hozir shu qalpoqliq mixning shakli keldi. Bir jismni muqimlashtirish oz degan chog'da bir yoki 2 nuqtani biz bekitishimiz kerak. Shunda bo'lgan chog'da bu jism muqim turdi. Men bu kiyimni musholatda mo'rni ta'sir uchun saqlash uchun men 2 mo'r tarafga hozir mixlibitay. Yoki bo'lmasa ustini ta'sir ushirmasin desam, men ustini mixlasam bo'ladi. Hozir qaysi aktivlangan bo'lsa, bir chambar uning atrofida kichik oqning borligini biladi. Agar men bu yerga o'tmoqchi bo'lsam, men mousening o'ng tarafini cheksam bo'ldi. Chekkandan keyin bu avtomatik bu yerga o'tib ketdi. Yoki o'chirib olsangiz, buni ko'rsatgan holda o'chirib olsangiz bo'laveradi. Men qaytadan chekay. Andan keyin men hozir ham qo'lini midirlatmoqchiman. Hamda kiyim nisbatan o'ng qo'l tarafini midirlatmoqchi bo'lsam qanday qilmaydi degan chog'da hozir aktivlangan holatda mousening so'l tarafini tortib asta harakatlanasiz. Qarasangiz bu qo'nchoqqa o'xshash midiradi. Hamda men buning kiyim nisbatan so'l qo'lini midirlatay. Men bu holatdan asta yana mousening so'l tarafini chekib turib o'zgarsam, hozir qo'l qo'shtirgandek bir holat keldi. Ham diqqat qilsangiz bo'ldi, ustida boy kulranglar turgan narsalar hozir ko'rinish boshladi. Bu nima degancha cho'nqurligi. Men masalanga buni keyniga chekindirmoqchi, ya'ni men kiyimning keyniga o'tkazmoqchi bo'lsam bu qo'lni. Asta men shuni bossam bo'laverdi. Qisam bir keyniga o'tib ketdi. Bu hozir usul o'yinga o'tib ketdi. Endi men mahaltini yana midirlatmoqchi. Buni o'ng tarafini chekib aktivlab bo'ldim. Aktivlab bo'lgandan keyin asta mousening so'l tarafini chekib o'zgarsam bo'laverdi. Agar men bu holatni yaxshi ko'rgan bo'lsam, bu holat qilsam bo'ldi. Agar men qirlini o'zgartmoqchi bo'lsam, o'sha chekib bo'lib, men bu qo'lni ya taraytish, kengaytirish holatlarini olsam bo'laverdi.
Hem dikkat kısmınız oldu. Eğer maşın noktasını ben mukumlaştırıp oldum. Eğer maşın noktasını kısmınız mı ya da appak bir xil, nayet körümsüz bir şekil görünüp kaldı. Bu nimo degen çağda siz mukumlaştırıp algandan bu yok ayrı. Men aslidagi holatdan hozir mana mush holatga kelib qolgandan keyin bo'ladi, men mush holatni saqlab qolay degan bo'lsam, buni chekiversam bo'ldi. Yoki interkoneksiyani besversam bo'ldi. Shuning bilan kelib diqqat qilsangiz boyaqi atrofidagi oqsizliklar yo'qolib ketdi. Mana bu holat keldi. Mush orqali siz o'zingizning kiyimini xohlagancha o'ynata olasiz. Hamda yana uning ilhomingiz kelgan bo'lsa, balki mushundan foydalanib qo'nchoq yoki karton filmlar ishlatsangiz bo'ladigan deb turdi.